20 ming yig'gan pulim bor. Shu pulim bilan kuniga 0,5% daromad qilsam bo'ladimi? Ya'ni stabil 0,5% dan daromad qilib borsam bo'ladimi degan savol bo'libdi. Albatta 1% ham daromad qilsangiz bo'ladi. No, bir narsani tushunish kerak. Hech qachon savdoda har kuni stabil daromad haqida o'ylash kerak emas. Nimaga? Chunki trading bu sizni kunlik talabingizni bajarib bera oladigan qandaydir soha emas. Trading bu uzoq muddatli sizning qilgan ishlaringizni natijasini namoyish etadigan soha. Qaysidir kuni 0,20% minus qilishingiz mumkin. Qaysidir kuni 0,80% yoki 1% daromad qilishingiz mumkin. Va mana shu hamma minus va plyuslar jamg'arilgan holda bir oyda 5, 10, 15% daromad qilishingiz mumkin. Va bu daromadlilik ko'rsatkichi har oyda o'zgarishi mumkin. Va gohida qaysidir oylari bozor yaxshi harakatga kelmagan oylar bo'lishi mumkin. Bozor sizni strategiyangizni, qonuniyatlarini rad etgan oylar bo'lsa, unaqada minus bo'lishi mumkin yoki 0 da yopilishi mumkin oy. Va bunaqa holatlarni siz qabul qila bilishingiz kerak. Hech qaysi trader hech qachon bozordan menga обязательно har qaysidir davr ichida shuncha protsent chiqarib berasan deb talab qo'yishga haqqi yo'q. Qachonki siz o'sha talab qo'yadigan bo'lsangiz, siz уже qoidani buzayotgan bo'lasiz.